Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardagi qarindoshlarım, hammalarninki mushu vaqti va buningki vaqti xayrlik bo'lsin. Men do'stimlar Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan Sulaymoniya vaqfi ishlayotgan yerimda Sulaymoniya jamining qashidagi ishxonamdan sizlarga salom yo'llayapman jinim do'stlar. Biz o'tgan 19 soatlik darsda shunda isimdi va önümdar kişilerinin 7 adeti degan bu Stephen Covey'ninki Amerikalık yazgıcınınki kitibini birlikte öğrenip öttük. Cem'i 20 saatga kadarlık arkadaşlar. Bir kitapni ben qo'limda tutup durup sizlarga o'qib berish uchun 20 saat vaqt ketibdi. Yani bir dersde 20 betni shunday planlab mangam. Ön ahırda 450 betlik kitapni birlikte okup, öğrenip tügettik kadarlı arkadaşlar. Muş 20 saat vakitte sözlengen ders okulgan kitap, eğer bizden hayatımızdaki bir adetimizni hata ketip kalgan, özgertişke yardımı bolsa, meninki bu en xuşal olduğun işim şu kadarlı arkadaşlar. Onun için biz hatta onun aldı da nurgun kitaplarını tügettik aşında okup nimitte o kitabın ismi onun aldı da öğrengen bir kitabımız vardı. Ama 18 derste tügedi. Mesuliyet iktidardan muhim degan kitap. Kitapni kim yazgan bolsa yazsın. Ama Uygurchaga tercüme kılınıptı. Nəhayət yaxşı kitapken okup sunduk. İçinde nəhayət mühim gepler var qadirli qarindoshlar. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan dersimiz sahar soat 4:20dagi Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarxillərini yetiştirishdagi eng güçlüri. Harvard Üniversitesi yaş o'smirlarga o'rgatgan muvaffaqiyat qozonishning sirlari qadirli qarindoshlar. Hatta biringlardan so'rab qolsa, dunyodagi birinchi numurliq universitet qaysi? Yoki bo'lmasa 10 universitetning ichida dunyodagi dongliq birasini so'zlab beringlar desa, balkim ismini og'zingizga Harvard deb kelishi mumkin, jinim do'stlar. İlim nerede olsa, texnika, pul, bu narsalar bilim, iqtidor, yani kutatku bilikdeki bilik. Şu nerede olsa aşağıda paravallık bululu ve saadetke erişinin bir usulü aşkıcı kadarlık qarindoshlar. Ama onu qanday yerga işletish şu adamның özüge bağlıq qadarlık qarindoshlar ve yoki başkalar tarafidan işletilish. Eğer öz aldığımızda müstakil irademiz bilen fikir kıladigan, tefekkür yürgüzadigan, aklimizni işletadigan bir adam bulumuz deydikenmez, bizge lazım bulduğun narsa yanıla şu bilim qadirli qarindoshlar. Endi bu bilimni qanday alimiz degan vaqtida onunki her xil usullari bo'ladi. Şoňlaşqa bilimning özüme tecrübelerden toplangan avazımlar çıkıyordu. Bilimnin üzüma tecrübeler arkalık toplangan birikim. İzdiniş degen romanını okugan bolsanız belki bir şeylerimi çıkıyordu. Zordun Sabır'daydı ki bilim degen xuddi çapanның üstüge her günü topa yoki qasmaq bilan chiqib qolsa eng oxiri nəhayət qilinishidi go. Aşınınğa o'xshash agar yumasa aslında birikilgan narsa. O'xshatish biraz nim bo'lgan bo'lsa-mu, obrazni o'xshatishni shunday olgan bo'lishi mumkin. Shunga insonlar o'zining tajribasini yakunlab orqali har xil kitoblarni yozadi. Ata bobolarimiz maqol tamsillarni bizga qoldirib ketganga o'xshash. Shunga bu kitobni har kim tavsiya qiladi. Seher saat 4:20'deki Harvard kalırsanlar kitapxana, kütüphana to'lab ketibdi. İstanbul'da mı şu? Üsküdar taraflarda başka yerlerde çay kitapxonasi degandek, qahva kitapxona degandek, qahvaxonalarni hozir besib ketaylik o'quvchilar.
Hazır mening oğlum bilan kurashdim. Omushu kütüphanada ügünüş qilish uchun, o'rin tartibni o'zining olgan o'rnini saqlash uchun bir kunda ham 1 saat vaqt ruxsat so'ralaydi ekan. 1 saat yeni kimse o o'rinni saqlash uchun 3-4 saat saqlaydigan gapga sirtda. Qadrli qarindoshlar. İnşallah biz Uyg'urlar yoki har qanday ilm elishni egillagan inson vaqtning qadriga biladi, to'g'ri yo'lni tepish uchun tirishidi, tinim topmasdan. Kitap nəhayət chiroyli loyihalangan kitapken, kitapninki asosliq nimesi neçə betken dese kitap 441 betken. Bu kitapni tercüme qilgan adam, tercüme qiluvchi Abdusalam Abliz debdi. Bizning vatanimizdagi Sharq Turkiston Universiteti nashriyat tarafidan nashr qilingan kitapken. Endi buni kim planlagandi deb o'ylab qilishinglar mumkin. Planlovchi Erkin İbrahim Peyda. Mas'ul muharriri Xelil Muhammed. Tektiplik muharriri Muhammedcan Abduvali Uzluq. Mas'ul korrektori Abdurrahim Ablimit. Muqavimini layihalaguchi Nur Muhammed Uchqun. Yani Nur Muhammed Uchqun degan qarindishimiz nəhayət ko'p kitaplarni layihalagan muqavisini. Aldığım kitaplarımı tercümanı şu Nur Muhammed Uchqun mete şunu oxşashlar köydem qadrli qarindoshlar. Bu qarindoshlardan bu ustozlardan Allah razı olsun. Yani qachon nashr qilingan kitapken desanglar 2016 yılı 4. ay 1. neşri, 2017 yılı 10. ayının 10. ay 3. qatam besilishi ekan. Bahası 50 yuan. ISBN numarası 978 7 56 31 29 49 2 depti. Tirajı to'g'riliq ma'lumotni ko'midim. Belki maxanzuşda yerde buluşumu mümkün. Qanchalik besilib taqtilgandi deganda tirajini qo'ymabdi jinim do'stlar. Qachon 3. qatim besilgani qaragan chaqda bu 30-40 ming kitap tarqaldi degan gap. Endi mundarija bir kitapni o'qish uchun burunmi dedik. Mundarijasini, kirish so'zini o'qisak, kitapning asosliq mazmunini bilgan bo'lamiz dedik. Oxirida kitapning oxir tarafida bu shu kitobga munosabatlik ba'zi gaplar bor ekan, oldi bilan shuni bir o'qib o'taylik jinim do'stlar. Seher saat 4:20'deki Harvard namlıq bu kitap bazağı selingandan keyin her qaysi çoğun torbiket ve kitap şehirçilerde bazarı işti kitaplarının aldığı tizilip okurmenlerinin alqışığı erişti. Baha sözleri 10 mingden eşip gitti. Bunun içinde 98'de 8% adam setib oldiganligini aytgan debdi qadrli qarindoshlar. Mazkur kitobni o'qib bo'lgandan keyin g'ayratim urg'udi. Uningdan boshqa men bir qarashimni tubdan o'zgartdim. Mening nazarimda Harvard eng oliy bilim yurti hisoblanadi. Ammo bu kitob menga Harvardning tevrenmez aqida, sunmas iroda ve tolup taşkan güç kuvvetinin sımovili işgallikini çoğunqur his qildırdı. Bir başlangıç mektep okuvchining apsi bo'lganligim uchun fursat bo'lsa o'g'limga qanchalik ajr qilsa shunchalik usulga erishadiganligini so'zlab berdim. Kunlarning birida o'z qobiliyatiga tayinib Harvarddak oliy bilim yurtiga kirib ilim tahsil qilish to'g'risida tarbiya berdim. Kitobni yaptım. Ammo seher saat 4:20'da chiroqlari parqirab turgan Harvard Üniversiteti ko'z oldimdan zodi ketmidi.
Bu kitap sizni Cungu'daki mekteplerde yanıqtaydı ki sözlenmeydiğen nurgun bilimlerden haberdar kılıdı. Onundan başka IQ sual ambiri seplengen bulup serxil hem bek iyisil. Kadirli kırındaşlar, biz meyle nerede okuyla? Kaysi üniversiteki barayla bizde şu nese özlügüdün ügünüş iktidarı bolmaydigan bolsa, vakitin ünümlük paydalanış iktidarı bolmaydigan bolsa, biz hiç kandak işini başka işe aşıranmayız degan gap kadirli kırındaşlar. Anlamasa kitapның mun derecesinde nime depti bir qarap bakaylı. Birinci bab dereceden taşqiri tirişçanlık, tirişçan tağ aşar. En münevver adam, en tirişçan adam. Tirişçanlık bolmasa talant mı hiç nimege ez katmaydı. Her kandak işini çamının yetişçi emez, belki bütün gücü bilen kılış gerek. Uşak çüşek işlağımı köp ecir kitidu. Horulluk çan tuzanğı okşaydı. Her kança isil tümürnümü dat basıdı. Tirişçanlık bilen akıl paraset, horulluk bilen hamakatlik kırındaş. Özü üstede fikir yürgüzüdüğün adam davamlık ilgirilişi mümkün. İkinci bab, işenç tangdaşsız kılalaydıgınımga işinmen degan babken, her bir büyük möcüze işençnin güç kudretinden kelidi. İşenç hayatının tiriki, işenç takdirinin egisi. Özünü kemsitişinin patkıda muvaffakiyetinin gülleri ünmeydi. Özümüzge işiniz yetersiz bolsa endişe teşvişte kalımız. Özüge işindiğanlarga dünyada mümkün bolmaydıgan iş yok. Kıyın iş yok alemde iradilik ademge. İşenç sizge meyve berelmeydi. Lekin meyvege kandak erişişinizni dep bereleydi. Hayat denizide zehmelenmeydiğen kimi yok. Hakiki işençtin müstehkem irade peyda buludu. Muvaffakiyet kazanış işenç bilen öz yoluda meniş demektir. Üçüncü bab yüksek kızgınlık. Kızgınlık bolmasa ilgirileymen degininiz ham hiyal. Kızgınlık bolmasa dünya terakki kılmaydı. Kızgınlık bolgandala takdirinizni özgertiş iktidarınız boludu. İşenç kızgınlıkni peyda kılıdı. Kızgınlık dünyani boysundurdu. Kızgınlık adetke aylanganda teşviş ve endişege urun kalmaydı. Kızgınlığımızı merkezleştirip bösüş hasıl kılaylı. Kızgınlığımızı bir işqa serip kılaylı. Kargılaçı kızgınlık kağı kemmeydi. 4. bab tiz başlan şu an hazır derhal. Keçiktim dep karıgan vaktiniz del keçikmegen vaktiniz. Hazır horulluk kılıp uxlaganda akkan şölgeyleriniz etki köz yaşlarınız bulup kalıdı. Aldığınız kademlik işbadınızdan davamlık eşip kessiniz, uzakka kalmay hem ademden eşip düşüsüz. Keçikmeysiz. Mana hazır en yaxşı başlanış. Ögünüş ve rikabette ünüm hemmedin muhim. Bugünkü işini herkes etki koyman. Derhal hareketleneyli, zirikip bel kuvvetmeyli. Bugün mağmasınız eti yuguruşke mecbur bulursunuz. 5. bab
ögünüşte dadil izdiniş. Ögünüş vaxtınızda mı kontrol kılalmışsınız? Yani ne mi kılalaysınız? Bilim en bexatar baylık. Onu oğru mu oğurlayalmaydı. Ögünüşünü vazifemiz kılıp davamlık ilgileş turmuşun mengülük baş temisi. Ögünüşünün capası vakitlik, ögenmegenin capası ömürlük. Özümüzü davamlık mükemmelleştirişimiz, bilimni iktidarga aylandırışını ögünülüşümüz gerek. Kelgüsüki meblağ sağallah, reallıkka sadık kişilerdir. Telvelerçi ügünüp, mötüber begzadilerçi oynaş gerek. Etraflık bilimge igi buluşumuz, yerimçilek su bolmaslıkımız gerek. 6. bab, yenilik yaratışta büsüş hasıl kılıp, tefekkürümüzde saklangan konulukla çörüp taşlaylı. İcadi fikir takdirinin soğuğusu, tefekkürde büsüş hasıl kılgandıla, yol açkılı boludu. Ügünüş neticenizi özgertiştin burun, ügünüş pozisiyasınızı özgertkiniz tüzük. Özümüzde çeklemeyni, tasavvurumuz erkin pervaz kılsın. Cevap birlemez, cevap birle emez, bizge mengü yol uçuk. Oy fikir ve ilham addi turmuştun kilidu. İcatçılıktan faydalanıp tefekkürünün kişiyerini bozup taşlaylı. Asmanın kahrede uçalaydığını yalğız peyla emez. 7. bab, vakit başkuruş, vakit en ulug ustaz. Her bir dakikada hayatlıkның hasiyeti var. Vakit oğruğa okşaş, hemişe gıppede tikip etudu. Lütfullah Mütellib'nin Yılları cevap diyen şiirini okup bakınlar kaderli karindaşlar. Vaktin vazgeçsiniz, vakt mı sizden vazgeçidu? Tanrı vaktini kaderleydiğen adamını her zaman en aldığı olturguzudu. Vaktini yürek sokuş bilen hesaplaş, vaktinin yürek sokuşunu elip gitişige yol koymaslık lazım. Perhas bulun, vakt oğrusu aldı etmesin. Vakti sırap kılış bilen ülülüşünün peki yok. 8. bab, öz-özüge kattık talep koyuş. Muvaffakiyet kattık talep ve polattek iradeden kilidu. Şallık neticeler özüge kattık talep koyuştun kilidu. Avval özüge toğru baha berişini biliş. Ötmüşki tartışmay her vakit nöl halatını saklaş gerek. Talantlık buluştun ilgiri adem buluş gerek. Hatalıktan saklanış üçün yette ölçep bir kesiş yakşı. Muvaffakiyetinin en çoğun düşmeni keyfiyatını kontrol kılalmaslık. Adamның kadir kıymeti üzünü bilişte, severliklerine doğru karaş gerek. Üzünü kontrol kılalığandıla, başkalarını mı kontrol kılgılı buludu. 9. bab, arzunu kanatlandırış. Arzu kandak bolsa, hayat mı şundak buludu. Murat maksat gülleri kitaplar arasında yıldız tartıdı. Muvaffakiyet kazanış arzusu ilhamga muhtaç. Her kandak çağda gaye ve itikadden keçişki bulmaydı. Gaye bilen ham xiyalını aralaştırıp etmen. Hem işqi kargılaç esilvanmay, muvaffak boğan birinila kiliş. Nişanı iniksiz adam, kompassiz kimidir. Emniyetçilik birinci, qurbingiz yetkidek ishni qilib, o'zingizga nima lozimligini aniq bilib,
andın tirişip izdining. 10. bab fursatni ching tutish. Eng yaxshi fursat faqat bir qitimli keladi. Her qitimlik fursatni qanday ching tutish kerak? Yigit fursatni tutishga mahir bo'ling. Fursatni tashabbuskorlik bilan qo'lga keltirish kerak. Fursat keldi, yana qarab turamsiz. Pishqan puqo'g'on sepada turmaydi, tömürni qiziqida soq. Azmilik qilish sizni fursatdan mahrum qo'ydi. Fursat siz tikilib turgan nishonda. Fursatni tutishda tanlashni bilish lozim. Qadrli qarindoshlar, biz bugun yana yangi bir kitobni boshlab oldik. Bu safarimiz belki yana 20 haftada tugushi mumkin. Bu kitobni o'qish ne tadbirga dersimiz 20 ders qilsak, bu kitap tugushi mumkin. Canım do'stlar, sahar soat 4:20'deki Harvard. Yani sahar saat 4:20'da biz nerede onu bir oylab bakaylı. Harvard'ni köz aldığımızı keltireyli. Birinci bab. Dereceden taşqiri tirişçanlık. Tirişçan tağ aşar. En münavver adam, en tirişçan adam. Bu birinci babdaki mezmunlar. Tirişçanlık bo'lmasa talant esqatmaydı. İhtiyatsız talantның kereki yok. Her qandaq işni çamının yetişemez, belki pütkül vücudu bilen qilish kerak. Arzimas ushshaq-tushshaq ishlar uchunmi ko'p vaqt sarf qilish kerak. O'rinliq chang tuzanga o'xshaydi. Her qancha qattiq tumirdimi dat basidi. Tirishchanlik bilan aql farosat, o'rinliq bilan hamoqatlik bir tuqqan. Özü üstüde oynunduğan adam davamlıq ilgirileyalishi mümkün. En münavver adam, en tirişçan adam deptu kadarlı qarindoshlar. Bunu birlikte ügünüp üteyli. Tedbirya isim dersimizin 85. ügünüp atkan kitap Seher saat 4:20'deki Harvard. En münevver adam, en tirişçan adam. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti başqalardan teximi baldur, teximi bək tirişqandılar muvaffaqiyetinin təmini tetigilib boludu, deptu qısqıcı bir məzmunda canım dostlar. Harvard Üniversitesi'de mundaq bir qarash taqagan. Bir adamның muvaffaqiyat qazanmaslığı onun işten sırtqı vaqtida tirishmaqanlıqqa bağlıq. Siz künde akşamı 2 saat vaqt çıqırıp kitap okusanız, ders ügensiniz, ehmiyetlik bazı faaliyetlerge qatnaşsınız, turmuşunuzda mahiyetlik özgürüş buluvatqanlığını bayqaysız. Navada? Bu adetingizni bir necha yil davomlashtirsangiz, muvaffaqiyatga erishmakingiz taski to'xtamaydi. Bu qarash bizga bundaq bir haqiqatni bildirdi. Tirishib o'rgangandala mo'jiza yarata olamiz va muvaffaqiyat qozona olamiz. Ulug' olim Einstein kishilarning farqi ishdan sirtqi vaqtida degan edi. Bu nihoyat yaxshi ta'riflash, chunki kishilarning xizmat vaqti ancha farqlanmaydi. Töhfə natijalarımı tengdügidek bo'ladi. Bundaq ahvolda hayotingizni o'zgartirish uchun qattiq tirishchanlik ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Boshqalar ishdan sirtqi vaqtlarda o'ynab, ko'ngil echib yurganda, siz muvaffaqiyatga erishganga qadar cho'qim o'rganishingiz, iqtidoringizni o'stirishingiz lozim. Balalar o'smirlarning hozirgi o'rganishi eg'ir bo'lmasimi? Lekin ular tama ko'l bo'la degan hikmatga sal qaraydi. Ba'zilar biroqla muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'ladi. Lekin astoydil o'rganish qilish deganni bilmaydi.
Bir kunlarda atrofidagilar xeyli zo'r muvaffaqiyatga erishganda o'zining hech qanday natijaga erisholmaydiganligini bayqaydi. Amaliyotda talant jihatda ular boshqalardan kam emas. İşni başqalardan keyin boshlaganmi emas, lekin oxirida o'zi nimishqa boshqalardek muvaffaqiyat qozonolmaydi. Balkim ular mushu chaqda masalaning niyatligini tushunishi mumkin. Ularmi ulug'vor g'oya va irodaga ega, biroq mol natijani o'ylaydi. Lekin texmi ko'p vaqtni muvaffaqiyat qozonish uchun tirishishga sarf qilmaydi. Etrafımızda bundaq yaş o'smirlar nayt ko'p. Men Harvardning o'quvchilari va o'qituvchilarining eng ko'p deydigan bundaq bir jumla so'zini doim anglayman. Navada o'qish bitkizgandan keyin har qandaq vaqt, har qandaq o'rinda kishilar bilan beliq bilan suvdek bo'lib ketmoqchi, shundaqla ko'pchilikni qoyil qilmoqchi bo'lsangiz, Harvarddagi bo'sh vaqtingizni bekar o'tkazib etmang. Darvaqa Harvard universitetiga kirib o'qiganlar intayin talantlilar. Lekin Harvard universitetidagi har bir o'quvchi butun kuchi bilan tirishib o'rganadi. Chunki ular eng munavvar odamning eng tirishchan odam ekanligini biladi. Bu jihatda Harvard universitetining professorlari o'quvchilarga doim mundaq bir hikoyani so'zlab berdi. 1903 Cole degan bir olim New York matematika ilmiy jamiyatining muhokama yig'inida olim mutaxassislarning diqqatini tortdi. Chunki u matematikadagi eng tas bir masalani yechgan edi. Kishilar uning natijasini taraflashayotganda bireylan uningdan: "Efendim, siz ömrümde ko'rgan eng aqlli odam" deydi. O adamning maqtaganligiga Cole kulimsiragunicha javoban mundaq deydi: "Men siz o'ylagandek uncha bola aqlli emas, biroq shu odatdagi odamlarga qaraganda tirishchanman." O odam Cole'ning javobidan bakla qaymoqib qoldi. Cole uningdan: "Mening bu chigish masalani yeyishga qanchalik vaqtim ketganligini bilamsiz?" deb so'raydi. Bir hafta ketganda deydi heliqi odam. Cole kulimsiragunicha beshini chayqaydi. Cole'ning javobidan hayron bo'lgan heliqi odam: "Voy xudoyim, bir yil ketmaganda" deydi. Cole: "Efendim, xatolashdingiz, bir yil emas, 3 yil ichidagi hamma yakshanba kunim ketdi" deydi. Cole'ning bu javobini anglagan kishilar jimmili bo'lib qolishdi. Harvard universitetidagi professorlarning bu ishni bizga deb berishdagi maqsadi bizga ijtihod bilan tirishish va o'rganishni qat'iy davomlashtirishning intayin muhimligini tushuntirishdan iborat. Harvard universitetida bir doktor o'quvchi odatda 3 kunda bir qalin kitobni o'qib bo'ladi. Yana necha 10 ming xatli kitob o'qish doklati yozadi. Vaqtingiz ya bo'lsa Harvard universitetida sayl qilib baqing. Her soat 4da kutubxonadagi chiroqlarning yo'q turganligini, bir o'rinning bo'sh emasligini ko'rasiz. Her vaqtingiz yer bo'lsa Harvard universitetini sayl qilib baqing. Sahar soat 4da kutubxonadagi chiroqlarning yo'q turganligini, bir o'rinning bo'sh emasligini ko'rasiz. O'quvchilar Harvard universitetining oshxonasida mazzilik tamoqlarni yegach, ya kitob ko'radi, ya xotir yozadi. Harvardning doktorxonasida kasal ko'rishni saqlab turgan o'quvchilar bu vaqtini bekorga o'tkazmaydi. Kechiringlar. Ularni ixlos bilan kitob ko'radi.
Harvard Üniversitesining hammalik yerini ko'chma kutubxona desakmi bo'ladi. Mushundaq o'rganish kayfiyati ishida 8 Amerika zug'dig'i, 40 Nobel mukofoti sohibi vujudga chiqishdek mo'jiza borliqqa kelgan. Shunga men yosh o'smirlarga shuni demoqchimanki, muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, harmay talmay tirishing. Tirishchan tog' oshar, toshqa mix qaqar degan hikmatga ishonib. Ajoyib natijalarni yaratganlar ijtihod bilan o'rganganlardir. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Harvard Üniversitesining bir professori Jungo'ga ziyoratga kelganda mundaq deganligini hali ham esimda. Yosh o'smirlarning maktabda bo'ladigan vaqti ko'p farqlanmaydi. Darsdan sirtqi vaqtini qandaq o'rinlashtirish va uningdan foydalanib o'rganish unumini o'stirish o'quvchilar o'ttirisidagi natija farqidagi muhim omilning biri hisoblanadi. Kelgusida ko'nglingizdagi universitetda o'qimoqchi, rozi bo'lgandek xizmat va turmushga erishmoqchi bo'lsangiz, bu nuqtani oydinlashtirib olishingiz kerak. Darsdan sirtqi vaqtlarda o'rganib unumini o'stirishda qarg'ulachi ish qilmasdan ma'lum ilmiy usul bilan ish ko'rishimiz kerak albatta. Umuman aytganda, odamning kallasi etigini va kashti sagak asli saqlashi eng yaxshi bo'ladi. Bu vaqtlarda asli saqlash xarakteridagi mazmunlarni o'rinlashtirish muvofiq. Alayliq tekst va so'zliklarni yodlash deganga o'xshash. Kayfiyatingiz yaxshi, tafakkuringiz jonlangan vaqtlarda tushunish turidagi mazmunlarni o'rinlashtirishga bo'ladi. Alayliq matematikadagi qiyin masalalar deganga o'xshash. Diqqatingiz yig'ilganda sal zirikishlik va ancha yoqtirmaydigan darslarni o'rgansangiz bo'ladi. Diqqatingiz nisbiy chechilgan ahvolda oddiy va oson, o'zingiz nisbatan yaxshi ko'radigan darslarni o'rgansangiz bo'ladi. Bulardan boshqa yana shunga diqqat qilish kerakki, ijtimoiy fan bilan tabiiy fan birlashib ketgan. Shunga o'xshash yoki o'xshashib ketadigan fanlarni eng yaxshisi billa o'rinlashtirmaslik kerak. Debdi bu Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi sirida qadrli qarindoshlar. Endi Harvard Üniversitesining siniqi to'g'riliq o'rgandikimiz. Buningda siz tirishchan, alg'i ilgirlaydigan odammi? Savol kim? Psixikalik sinoq. Yoz kunlarining bir tushdan keyinligi qo'liga adabiyot kitobi olib olgan bir o'quvchi bog'chadagi tosh o'rindiqda o'ltiradi. Bir chaqda o qo'lidagi kitobni ushtunqda tashlab qo'ydi. Sizningcha o nima ishga shunday qildi? Birinci, yağmur yağadigan bo'lg'achqa, o yağmurda qolmaslik uchun uyga ketmoqchi bo'ldi. İkinci, onun uyqusi keldi, kitobni beshiga qo'yib, tosh o'rindiqda uxlamoqchi bo'ldi. Üçüncü javob, plani bo'yicha adabiyot kitobini o'qib bo'ldi, endi boshqa dars o'rganmoqchi. Javoblar tahlili. Birinchini tanlaganlar özünü qo'g'dash iqtidori nisbatan kuchliklar bo'lib, kitob yoki chechining yomg'irda ho'l bo'lib ketishini xohlamaydi. Xatarlik paytda turayotganda hassalab tirishib, yuqori o'rlaydi. Ikkinchini tanlaganlar intayin umidvorlar bo'lib, kayfiyati tuban chog'larda muhitni o'zgartirish yoki harakat qilish, dam olish orqali kayfiyatini o'zgartira oladi. Biroq tirishchanligi intilishchanligi va tirishchanligi odatdagidek. Üçüncünü tanlaganlar intilishchanligi kuchli bo'lib, tirishchanligi orqali alg'i ilgirlashni o'ylaydi.
Bundaqla to'xtab qilish bosqichiga tushib qolganda, o'qituvchi va peshqadamlarning fan nasihati yoki mashhur shaxslarning tarjimoni orqali uzluksiz ilgirlaydigan kuch-quvvatga ega bo'ladi. Tirishchanlik bo'lmasa, talantmi hech nimaga esqatmaydi. Sahar soat 4:30dagi Harvard tadbiriyat sindirslarining 85-sida sizlar bilan birga o'qiyotimiz. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati. İjtihad bilan tirishib o'rganmasa, talantliqlarmi hech nimaga erisholmaydi. O'quvchilar menga doim mundaq qaqshab turdi. Mening talantim yo'q. Boshqalarga o'xshash aqlliq emasman. Qandoq tirishqinim bilanmi boshqalardek natijaga erisholmayman. Bu nuqta meni umidsizlantirdi. Tangri adil emasdek qiladi. Men bu o'quvchilarning gapini anglab, mundaq bir masalani o'ylab qoldim. Zodi Tangri adil emasmi yoki bizning ijtihod bilan tirishimiz yetarlik emasmi? Bu masalaga Harvard universitetiga borsak, haqiqiy javob topa olishimiz mumkin. Harvarddagi o'quvchilar o'zlarining amaliy harakati orqali talant tirishchanlikdan keladi degan yakunni isbotlab berilishi mumkin. Ular talantning o'zlarini dangliq ilm ahlilaridan qilolmaydiganligini, tirishchanlikla ularga cheksiz shon-sharaf elib keladiganligini biladi. Buyuk san'atkor Jean Reno bu vaqtda mundaq degan edi. Navada boshqalardek aqllik bo'lmasangiz, alayda iqtidorlik bo'lmasangiz, tirishchanlik bu kam tarafıngizni to'liqlaydi. Navada nishoningiz aniq, ish qilish usulingiz muvofiq bo'lsa, tirishchanlik muvaffaqiyatga erishishingizga yordam beradi. Bir talant egisi ijtihod bilan tirishib o'rganmasa, o keraksiz odam bo'lib qoladi. Ömrünü behuda o'tkazadi. O'xshashla odatdagi odammi ijtihod bilan tirishib o'rganmasa, hech nimaga erisholmaydi. Kishilarning Harvard talantliqlar yig'ilgan o'rin deb qaraydiganligini bilamiz. Lekin Harvardning maktab qurusida mug'ambarlik qilganlarni uchratmaymiz. Harvardning har bir o'quvchisi mayli tug'ma talantli bo'lsin yoki tug'ma talantli odatdagilardan bo'lsin, intayin tirishidi. Amerika tarixida Cumhuriyetning pushtidan bo'lgan tunji qatim ichki kabin a'zosi Harvard universitetini bitkizgan o'quvchi Zhao Xiaolian o'zining ilm tahsil qilish davomidagi kechirmishlarini eslaganda cho'nqur hayajonga cho'midi. Zhao Xiaolian Amerikaga borganida inglizcha so'zning nimaligini bilmaydi. Biroq uni dadasi 3-yillik sinfga akirib qo'ydi. Shu chaqda u faqat muallim so'zlagan mazmunlarni daftariga qarisiga ko'chira oladi. Kechda dadasi kechirganlarini xanzurchaga tarjima qilib, uning tushunishiga osonlik tug'dirib berdi. Shuning bilan bir vaqtda dadasi uning o'ynaydigan vaqtidami inglizcha eng oddiy ilibbadan boshlab o'rgatdi. Harvard Soda institutida tadqiqot o'rnining magistrlik unvonini olish uchun o'tiladigan MBA Soda sanoatini boshqarish kasbining magistrlar darsidan iborat intayin qiyin bir dars bor. Institutning eng a'lochi o'quvchilari MBA'ning darvozasiga kira oladi. Uning ustiga MBA'ga kirgandan keyin raqobat intayin keskin bo'ladi. Navada qattiq tirishmasangiz, tez shallanib qolasiz. Yani MBA'ni hozir ana shu Harvardniki chiqargan bir iyilik boshqarish
yani savdo sanoatini boshqarish bir kasbiy qadarli qarindoshlar. Maxsus bu to'g'riliq Harvard MBA Review deb bir kitobi bor deyman. Shuni jurnali va doim chiqadi. Türkçesi bor uningki. Onun üstüne mənim işləgəç bir 2 yıl MBA oxudum qadarlı qarindoshlar. Nəhayət yaxşı kaldığını açılğan bir pen dərslik. Zhao Xiaolan Harvard Üniversitesini bitkizgəndən keyin Chicago Üniversiteti, Wharton Savdo İnstitutu və Stanford Üniversiteti qatarlıq dağınlıq məktəblərə qəbul qılındı. Biroq o kecha kunduz arzu qiladigan Harvard Üniversitetida o'qishni umid qiladi. Bu chog'da Harvard Üniversitetining har yili qiz o'quvchilarni qabul qilish nisbati aran %5 bo'lsa-mu, Zhao Xiaolian buningga ancha parvo qilib ketmaydi. O 1977 yili 4-ayning 15-kuni nurg'un raqobatchilar ishidan Harvard Üniversiteti Savdo institutining korxona boshqarish kasbining magistrligiga qabul qilindi. O Harvardda aspirantlikda o'qigan 2 yilda darsxona kayfiyatining jang maydonidagida keskin jiddiy bo'ladiganligini cho'nqur his qiladi. Muallimlar kunda ders o'tmaydi. Hatto darslik kitobni elib kiymasdan kunda o'quvchiga 3 xil mesele urullaştırdı. O'quvchilarning kundalik ders takrorlashi masalalarini tushunish va hal qilish bo'ladi. Bundaq o'qitish usulida o'quvchi puxta tayyorlik qilmasa, sinfga kirishga petin olmaydi. Chunki professor sizdan xohlagan chaqda savol so'raydi. Professorning savoliga cho'qim ravon javob berishingiz kerak. Şu mənim şu MBA'ni o'qish jarayonida shuni his qilib yetdim. Turkiyadagi professorlar, doktorlar to'lasi chet elni, Amerikani, Angliya, boshqa Yevropani o'qib kelgan kishilar kim? Ular hech qachon o'zining yanında kitap, dars kitap olib kelmaydi. Faqat da şu PowerPoint'ni tam tasvirlab qo'ydi ekan. Aşağıda eng yangi mazmunlarni yug'urib, aslında bizga ders o'tib berdi qadarli qarindoshlar. O dersni anglagandan keyin aslında PowerPoint asosan o'zimizning tinchigan yoki xotir qoldirib olgan narsalarga asosan shu darslarni takrorlab o'zimizga o'zlashtirib ma'notliq jinim do'stlar. Onun tutuluş qobiliyati intayin yaxshi edi. O Harvard Üniversitesida o'qiyotganda kunda etigini soat 8dan tushdan keyin soat 2gacha ders anglaydi. Darsdan keyin doim dam oladigan vaqt yo'q edi. Chunki 3 xil masalani o'rinlash uchun kutubxonaga chiqib material ko'mish bo'lmaydi. Bir masalaga oid materialni izlash uchun oz degandimi 3 soatdan ko'p vaqt ketadi. O mushundaq aldirashliqda kecha soat 1-2dan keyin dam olalaydi. Gerçi o Harvard Üniversitesida o'qigan bir necha yilda qattiq charchigan bo'lsa-mu, o bir necha yilni onun eng ko'p naf olgan yili deyishga bo'ladi. Harvard Üniversitetining o'qituvchilari intayin iqtidorli bo'lg'achqa, nurg'un o'qituvchilarning professorlik unvoni bor. Ameliyatda ba'zi cho'ng shirkatlarning maslahatchilari nazariya va amaliyat jihatda intayin mo'l tajribaga ega. O shularning tarbiyalashi, o'zining tirishchanligi orqasida paydinpay qobiliyatlik ayol bo'lib qoladi. Shundaqla rahbarlik qobiliyatimi paydinpay yedildirdi. Harvard Üniversitesini bitkizish murosimida o o'quvchilar vakili bo'lib saylanib, o'qish bitkizadigan o'quvchilarga boshlamchi bo'lib Harvard Üniversitesi bilan xo'shlashadi. O mushundaq alayda shon sharafga erishgan tunji sharqlik qiz o'quvchi hisoblanadi.
Şübhəsizki o bir talant egisi. Lekin o Harvardda ilim tahsil qilayotgan mezgilida texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatdi. O mushundaq fazilatga ega bo'lg'achqa, inglizcha bir harfni bilmaydigan kichik qiz boladan Harvardning magistrligini bitkizgan o'quvchi bo'ladi. Shundaqla oxirida Amerika tarixida junguluq pushtidikilardan tunji ichki kabin a'zosi va ishga o'rinlashtirish ministerligining ministri bo'ladi. Tirishchanlikning xosiyatini ham meylan biladi deb qarayman. Ammo buni haqiqiy amaliy harakat orqali isbotlaydigan va tushundiradiganlar nihoyat oz. İctihat bilan tirishib o'rganish shuning uchun talantlarni yetishtirib chiqalaydi-ki, o qat'iy davomlashtirish bilan qaysarlikni, shundaqla jasurlik bilan aql farosatni o'z ichiga oladi. Navada mushu fazilatlar birlashsa hamda ularni amaliy harakatga aylantirsa, muvaffaqiyatning darvozasini ochadigan oltin ochqichga erishalaymiz. Başqalarga qaraganda texmi ko'p muvaffaqiyatga erishishimiz bormi? Agar erishishimiz bo'lsa, ijtihod bilan tirishib o'rganing. Mana bu Harvardning uni tirishib olg'i besishga undigan. Onun oxirida muvaffaqiyatning meyvesini tetitgan hikmetdir. Shu topda men bu hikmetni keng yosh o'smir do'stlarga hadiya qilaman. Bu hikmetning ularning davomli olg'i ilgirlishiga, davomli o'zidan halqishiga ilhom madad berishini umid qilaman. Meyli siz aqlliq buning bo'lmang. İctihad bilan tirishib o'rgansangizlar, fursat va imtiyozga ega bo'lasiz. Chunki tirishchanlik mengizga aql qo'shadi. Tirishchanlik sizga muvaffaqiyat bilan xushallik bag'ishlaydi. Hech bo'lmaganda muvaffaqiyatning o'rinlarning eshigini chekmaydiganligini tushunishimiz kerak. Qadrli qarindoshlar, tadbiriyat dersimizning 85-sida sahar soat 4:30dagi Harvard degan kitobni birlikda o'rganyapmiz, jinim do'stlarim. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Etrafımdaki nurg'un ata-ana balalarimiz to'liq o'ttir maktabga chiqdi, bekor turmay o'rganadi. Lekin o'rganish natijasi odatdagideklar. Bu odamga toza bir bosh og'rig'i bo'lyotidi-ku deb qaqshishadi. Amaliyotda ijtihod bilan tirishib o'rganish deganimiz kitobni o'lik o'qish bo'lmasdan, balki ijtihod bilan tirishib o'rganish asosida muayyan o'rganish usulini egallashni ko'rsatadi. Harvard professorlarining bu vaqtda o'quvchilariga qanday takliflarni beradiganligini ko'rib boqaylik. Tirishib o'rgangan vaqtingizda nuqul holda vaqtni ching tutib, bosh cho'kirib o'rganmasdan, balki o'rganish tajribalarini ko'proq yakunlang. Şunun bilan bir vaqtda boshqalarning tajribalarini qabul qilishga ahamiyat bering. Eng muvofiq o'rganish usulini topganingizda ijtihod bilan tirishib o'rganish o'z rolini eng unumli joriy qildira oladi. Undaq bo'lmaganda o'zingizning o'rganish unumingizni negizdan yuqori ko'tarishingiz tasga to'xtaydi. Harvard professorlarının bu teklifini men mi qo'llayman? Çünkü tirishchanlik o'lik qatmal usulda o'rganish bo'lmasdan, balki jonliq o'rganishdan iborat. Jinim do'stlar, taqlidchi bo'lmang deb o'tirdim. Jonliq bo'ling, izdining deb o'tirdim. Harvard universitetining siniqi. Bu
Harvard Üniversitesi'nin talantlıklarını sınaydıgan suali. Liftga chiqmoqchi bo'lib, liftning eshik oldiga borganingizda lift minib ketdi. Shunga liftning tushishini saqlashingizga to'g'ri keldi. Bu chaqda siz qanday qilasiz? Birinchi, terikib to'xtamasdan knopkani bosaman. Ikkinchi, saqlayman. Üçüncüsü turistga qarab turman. To'rtinchisi, yerga qarag'animcha hangliqib turman. Beshinchisi, liftning qavat ko'rsatkichiga qarab turib, lift tushishiga ichiga kiraman. Javoblarning tahlilini qilib boqaylik. Birinchini tanlaganlar tirikib to'xtamasdan knopkani bosaman deganlar kishilarga samimiy kishilik munosabatda joyida bo'lib, ijtimoiyat jihatda talantlilar hisoblanadi. Ikkinchisi saqlayman deganlar hamisha nihoyat ehtiyotchan bo'lib, yeniklik bilan qaramlik qilmaydi. Kelgusida rahbar bo'lib qolsa, ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'la oladi. Biroq ba'zida bakrak aqlliq bo'lib ketadi. Uchinchi javob turistga qarab turman deganlar hissiyat jihati bir qator sezgir bo'lib, odamlarni farqlantirish iqtidoringlar bor. San'at talanti yuqori. To'rtinchi javob yerga qarag'animcha hangliqib turman deganlar oq ko'ngil, hisoblashga mohir, tabiiy fan tarafdan talanti bor. Beshinchi javob liftning qavat ko'rsatishiga qarab turib, lift tushishiga ichiga kiraman deganlar tanlashga nihoyat ahamiyat berdiganlar. Etrafinglardagi kishilar bilan munosabatinglar yaxshi bo'lib, ijtimoiy munosabatda talantinglar bor deb tahlil qildi bu javoblarni. Qadrli qarindoshlar, vaqtimizni qarab boqaylik. Yine bir mezmun bakken, her qandaq işni çamının yetişi emas, belki bütün gücü bilen qilish kerak degan mezmunni ko'rib chiqqandan keyin inshaalloh 22. betda biz bugungi darsni tugatdik ekanmiz, jinim do'stlarim. Her qandaq ishni çamının yetişi emas, belki bütün gücü bilen qilish kerak. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Bütün gücü bilen kılgandala yuşurun güç tuluq iş qisilinib, teximi körünerlik muvaffaqiyat qazanğılı boladı. Yaşlar ösmürler üçün etqanda tirişip ügünüş bilim egelleşinin birden-bir yolu hesaplanıdı. Lekin haqiqiy tirişçanlıq degen zadi nima? Degen meselege nisbeten kişilerinin düşüncesi okşamaydı. Leksiya sözleş yığınında bir yaşның tolumu əfsuslanğan halda bana ügünüşte hakikaten çağımımның yetişi tirişdim. Lekin şundaq tirişsamma közlegen ünümge erişemeyvatıman digerliki helimi isimde turupdu. Şu çağda men bu yaş soruğan sualga odul cevap vermestin Harvard Üniversitesi'de keng tarqalgan bir meselni sözlep berdim. Bu meselde bir ovchunun itini elip ormanlıkta ovlığanlığı bayan kılıngan. O yaşның bu meselden ilham elişini ümit kılıman. Gün olturgan mezgil. Ovchi bir yava tuşqanını bayqab onu etipdi. Tuşqanның puti zahmilanıpdi. Ovchi itini onu qoğlaşqı satdı. İt xeli uzun qoğlapma toşqanğa yetelmepti. Toşqan keçip gitipti. Toşqan qeli depti ovchi açıqlangan içi. İşte yerde yetip hav hav qilib qavapti.
ovchi itning chamamning yetishchi qo'g'lidim, lekin yetisholmadim demoqchi ekanligini tushunibdi. Shunda qilib to'shqon hayot qilib o'g'isiga berib olibdi. To'shqonlar undan yaralanibsan, itkayningdan kuchining bari chiqoqlabdi. Shundaq turibli qandoqlarcha qutulib qolding deb so'rabdi aldirashqina. Haqiqatan kuchining bari chiqoqladi, lekin men butun kuchim bilan qochib qutuldim deb javob beribdi to'shqon. Bu masalaning ma'nosi nihoyatda oddiy. Ya'ni biz mayli nima o'ginayli, nima ish qilayli, bütün kuchimiz bilan qilsaqla yoshurun iqtidorimizni ishga sola olamiz. Shunda qilsak, biz o'ginolmaydigan bilim qilolmaydigan ish bo'lmaydi. Men yuqorida tilga olgan yoshga qarab boqayli. Belkim o kuch sarf qilgandi, tirishqandi, lekin uni yoshurun iqtidorini to'liq ishga soldi. Yoki bijandil o'gandi deb ketkili bo'lmaydi. Bilishimiz kerakki, mengimiz asli yoshurun iqtidori xazinasi. İlim-fan nazariyasini aytganda, odam mengisining uchur saqlash miqdori 500 million kitob resimga yetidi. Bu san Harvard kütüphanelarida saqlangan kitob sonidan xeyli ko'p. Lekin navbatda kishilar mengisining faqat 5% la ishlatilib o'tibdi. Demak, har qandoq odam mengisidagi yoshurun iqtidoridan muvofiq foydalana olsa, uning iqtidori Einsteinnikidan qilishmaydi debdi. Ba'zilar buni obrazli holda solishtirib chiqqan. Bir odamning mingisi normal ishlaganda sarf qilgan energiya bilan 40 wattlik bir lampochkani normal yoritqili bo'ladi ekan. Bir odamning ko'rsatgan tirishchanligi bilan ko'zlagan unumga erisholmasligida mundaq sabab bo'lishi mumkin. Bir bo'lsa o'rganish usuli xato. Bir bo'lsa bütün kuchi bilan tirishmagan. 2004-yili yosh Kart Harvard Soda institutida bitkizdi. O maktab bitkizib uzoq o'tmay bir cho'ng korxonaga qabul qilindi. Kart ishga tushgan birinchi kuni xo'jayin uningga o'zing katta ishlab qolgan bir necha ishni deb boqqin deydi. Shuning bilan Kart maktabdagi bir necha 100 o'quvchining ichida natijam 14-o'rinda turadi deydi. Harvarddagi natijasidan suyungunicha. Kart xo'jayin bu natijamni anglagandan keyin meni maqtaydi deb o'ylagan edi. Lekin xo'jayin uningdan "Nimishqa birinchi bo'lolmading? Sen maktabda texmi yaxshi o'qimadingmi?" deb so'raydi. Xo'jayinning bu savoli bilan og'zi tuvoqlanib qolgan Kart xeli bir vaqtlargacha o'zi haqida o'yladi hamda xo'jayinning gapini esida mahkam saqlaydi. Shuning bilan Kart davomli holda o'zini ogohlantirib turdi va o'ziga ilhom, madad berib turdi. Xizmatda o'zidan qanoatlanib qolmaydi. Shundaqli qilchi bo'shanlik qilmaydi. Aksicha her bir ishni bütün zihni bilan puxta qiladi. Oxiri o'ylagandek muvaffaqiyat qozondi. O 3 yilda shirkatning siyosat tadbir belgiluguvchisi bo'ldi. Shundaqla tarjimoni nashr qildirdi. Kishilarni bütün kuchi bilan tirishishga, o'rganishga ilhomlantirdi. Kartning muvaffaqiyati tasodifiy emas, balki yoshurun kuchini ishga solishni bilganligi, bütün kuchi bilan kurash qilishni bilganligidan qo'lga kelgan. Men yosh o'smir do'stlarga shuni demoqchimanki, sarf qilgan kuchingiz, ko'rsatgan tirishchanligingizni erishgan natijangiz bilan solishtirib boqing.
Siz ögünüşte besim his kılgınızda belki bütün gücünüz bilen tirişmagandırsiz. Çamımның yetişçe degen bilen imkan kadar degen farklıdır. Aldınqısı öz iktidarını cari kıldırdı, keyingisi özünün yoşurun gücünü toluq iş salalaydı. Şoğa nemeli iş kılaylı, imkan kadar degen pozisiya küpayı kılmaydı. Bu fakat sizden başkalarının köp güç serip kılganlığınız ne? Lekin özünüzden adetki dünyayınızdan halkıp gitelmegenliğinizde düşündürdü. Fakat çamımның yetişçe degen pozisiya boğandıla, özümüzдің yoşurun iktidarımızını toluq cari kıldıra alayımız. Şundakla kürünenlik muvaffakiyetke erişeleyimiz. Yani çamımның yetişçe yani pütkül vücudum bilen kolamdan kiladigan hem işini işletip hem güçünü işletip diyen ma'noda ekanligini muvaffaqiyat qozonishninki bir usuli shart ekanligini his qilib aytdik, qadrli qarindoshlar. Xorvatliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. İşik ülgüçki çırmaz, ekin su sesimaz deydigan maqal var. Bunun ma'nosi şu ki, navada işikimizning ilgüçü daim hareket kılıp to'misi chirib ketadi degandan iborat. Boshqacha qilib aytganda, daim hareket kılıp turgan narsa oson chirmaydi. Alayliq, mingimiz bunun bir misali. Mingimizda qancha ishlatib tursak, texmo aqlliq bo'ladi. Amaliyotda mingimiz yoshurun iqtidor xazinasi. Her bir adamның ügünüş, yoşurun iktidarı çeksiz buludu. Mengimizde daim işletmesek, mena nervi tarmakları yigilep ölüş ehvali kürüldü. Mana bu kişilerinin men işletken sıra ötkürülüşüdü deginini düşündürdü. Yaşlar ösmürler menisi terakki kılış devrinde turdu. Navadı ulanın meni hücreleri terakki kılmasa, bir xil pasif halda özünü tizginlash holatiga tushib qolsa, vaqt uzag'an sari tabiiy holda yomon tarafga taraqqiy qilishdan saqlang'ili bo'lmaydigan ahvol kelib chiqadi. Undaqda yosh o'smir do'stlar o'zlarining meng'isidagi yoshurun kuchidan qandoq foydalanib, o'rganishda eng yaxshi natija hosil qilish kerak? Birinchi, bu cihatte Harvard okuvchilarning ta'siroti muddaq. Birinchi, nazariya xarakteridagi har qanday bir-biriga sal qaramaslik. Ikkinchi, muloyiza qilishga mahir bo'lib, amalning boricha o'zi egillagan bilim orqali tushunish. Üçüncü, nazariy bilim bilen ameliyatni birleştirip, şundaqla ularning ortaqlığını tepip çıkış. Dördüncü, ögengeç muloyiza qilish, real turmuşdan tecrübelerini yakunlash. Beşinci, o'quvchilar o'qituvchilar bilan ko'p fikr almashtirish, ulardan texmi ko'p bilimga ega bo'lish. Harvard Üniversitesi'nin sınıfı. İhtimallık nezariyesini alganda, tiz süratlik taş yolda okşaş bir maşininin her yarım saatte ötüş ihtimallığı 0.95. Ondaqda 10 minut içinde bir maşininin ötüş ihtimallığı qancha buludu? Cevapның tahlili depti qadirli qarindoshlar. Yani matematika bir formulani bu yerga yezib 0.95 deb bir tanglimini tuzibdi qadirli qarindoshlar. 1 ilingan tırnak içinde 1 ilingan x
Köpeytilgan, yine tırnak bir ilingan ikiz, tırnakni yepipti, onun için tem 0.95 degan neticini, tanımını tüzüptü, kadarlı qarindaşlar. Anda olsa bugünkü tedbirye isin dersimizde birlikte ügengen, yeni başlamagan kitabımızda Bismillah deb seher saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi degan bunu kitapның 22 betlik mezmununu birlikte okup tügettik. Kadirli qarindaşlar, kelar hafta uşak çüşek işlagımı köp ecir kitidu degan mezmununu başlaybiz. Onundan kim hurulluq çang tuzanga okşaydı, her qancha isil töbürdümü dat basıdı. Onundan kim tirişçanlıq bilen aql paraset, hurulluq bilen hamakatlik qirindaş degan mezmunni, onundan kim yana bir mezmunni qo'shib, özü üstüde fikir yürgüzgen adam davamlıq ilgirleşi mümkün degan temalarni birlikte ögünüp birinci babni tügetken bolamiz. Qadirli qarindaşlar, anda olsa kelar shanba kuni mush soatlarda ko'rishguncha aman bo'linglar. Agar bu darsni yoqtirib qolgan bo'lsanglar, boshqalarga bu paylaşib qo'yasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.